Bu kvartiramizni holi alohida mavzu. Ishonmasangiz o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli did bilan ta'mirdan chiqqan kvartiramiz. 3 xonali kvartira Samarqand shahrida Ro'zibayeva ko'chasida 3-qavatda joylashgan. 3 ta xonasidan tashqari mana shunday chiroyli holi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham dekorativniy mana shunday atmosfera yasaganlar, chiroyli qilib. Bu tomonda TV zona qilganlar, podsvetkalari bor, mana shkofchalar qilganlar. Juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan. Keling, qolgan xonalarni ham ko'rib o'tamiz. Mana bu yer mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi mehmonxona uchun. To'liqligicha kvartiramizda teplый pol bor. Bu yerda mebel yoki stol qo'ymaganlari sababi o'zingizning fokusingizga qarab yo stol, yo mebel, yo divan biror narsa qo'yishingiz mumkin. Mehmonxonaning yonida keling, 2 kishilik bolajonlarimiz uchun yotoqxona bo'lyapti. Chiroyligina mebellar qo'yilgan, tumbuchkalar, kartinkalarga e'tibor beramiz. TV zona bu tomonda, har bitta xonaga konditsioner uchun joy tashlab ketilgan. Konditsionerimiz ham bor, faqat kattalar yotoqxonasida. Xo'p, yotoqxonamizning yonida bizda alohida hojatxonamiz bor. Bu kvartiramizning sanuzli alohida. Yuvinish xonasi hamda hojatxonamiz alohida. Xo'p, endi uy bekalarimizga juda ham ma'qul keladigan katta shinamgina oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Stolovaya zona, bu tomonda рабочая zona bo'lyapti, kotyollar qo'yilgan. Kvartiramiz aytib o'tganimdek to'liqligicha teplый pol isitish tizimida isiydi. Skvozная bo'lyapti, planirovkasi ikkala tomonda ham. Derazalari bor, gluxoy xonalari yo'q. Mana bu yerda domofon ham o'rnatib ketilgan. Bemalol biron kishi chaqirsa ochib ko'rishingiz mumkin. Mana bu yer esa juda ham yaxtakkina yozgi kunlarda mana shunday konditsioner qo'yib bemalol shu yerda dam olsangiz bo'ladi. 2 kishilik kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Xo'p, ushbu kvartiramizning yana bir qulayligi kladovkasi ham bor. Bemalol kiyimlaringizni mana shu yerga chiroyli qilib taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Va kvartiramizning asosiy yuvinish xonasi, hojatxona hamda tahorat olish uchun alohida sharoitlar ham qilingan. Xo'p, eslatib o'taman, kvartiramiz Samarqand shahrida joylashgan, 3-qavatda 3 xonalik 100 metr kvadratni tashkil etadi. Narxi esa 100 ming deb baholanmoqda.